Assalomu alaykum hurmatli Oson bozor YouTube kanal kuzatuvchilar, chorva mol qo'sh quvozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrdon aka-uka opa-singillar. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida o'zimizning xonadonimizdan video syomka qilyapmiz. Sizlarga uncha moliya qilib qo'ydik. Qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa shular sekin sizlarga chiqarib, tanishtirib, ko'rsatib video obzor qilamiz. Yo'qsa like tugmasini bosib podpishka qilib turaverasizlar akalar. Asosan bu yerda 4 ta sotilaydigani bor. Qolgani sutebbi. Qolgani sut emaydigan. Endi hammasini ham bitta joyga olaveraman deganlarga farq yo'q, hammasini ham kelishib ko'ramiz. Yo sutdan chiqqanlarni o'sha asosiylar olaman deganga 4 dona bor. Shular chiroyli qilib tanishtiramiz, ko'rsatamiz. Xudo xolasa yo'qsa albatta like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bunaqa chista garovni 900 ming tallardan. Mashalloh. Turishni qaranglar, go'zalligi. Ularning ichida asosiy sotiladiganlarda bitta shu buqacha qolgan xunajin. Bitta buqa 3 ta xunajin. Endi общийga olaman deganlarga bitta, 2 ta 4 ta xunajin, 4 ta buqacha ekan. 4 ta xunajin, 4 ta buqacha. Ular ichida bu o'sha mana shu gibrid, lekin shu gibrid ham mana shunaqa toza sementaldan tushgan. Urib qo'yilgan, endi doktor adashib qanaqadir zot qo'yib yuborgan, endi Daniya qo'yganmi, Shved qo'yganmi, nimadir qo'ygan. Lekin toza sementaldan tushgan. Enasi bilmayman, Alloh alam o'tsa sut bergan. Qolgani toza semental. Bittasi gibrid bor xolos. Gibrid tamoman gibrid akalar. Birinchi asosiy sotiladigan sutdan chiqqanlarni ko'rsataylik. Mana shu xunajin. Mana. Mashalloh. O'ta chiroyli, go'zal. Choylidan o'tgan. Sutdan chiqqan, ichmog'i yaxshi. Yemotga kirganidan bemalol silos, kepe, eda etgan narsalarni yeyver. Shoxlari kuydirilgan, o'zimizni tanish fermadan olib chiqilgan bu ham. Det skematika unaqalarni bemalol kelib ko'rib olaverasizlar. Yakka tug'ilgan, unaqa egzi tug'ilmagan. Xudo xolasa hamma joyi zo'r, sog'lom. Ideta 3 oylikdan o'tib qoldi. 3 oylikdan balandroq. Keyingisi bu 5 oylik xunajin. Shoxlari kuydirilgan, bu ham toza semental. Fermadan oldik. Oq yelinidan. Yelinlari ham zo'r buni. O, nimalarni qaranglar. Ana. Xudo xolasa to'kib beradigan. Mana shu bu xunajin bilan bu xunajinning fermasi bitta. Bu ham shu 3,5 oylik atrofida xunajincha. Bu ham sutdan chiqqan, kepe, yem, silos hamma yo'qda yuradi. Ammo o'ta polvon, unday kelib ko'z bilan ko'rganda ham qiziqtiradigan narsa. Ana shu ikki bitta ferma. Bu boshqa. Mana shu to'rovi sotiladi. Novoscha ham shu 3,5-4 oyliga qarab ketyapti. Sutdan chiqqan bular bari. Yemotga o'tgan narsalar. Naqali nima qiladigan bas. Bari silos kepe hamma yoqda yuradi. Agar mabodoga sut berib boqib oraman yana dashilsa, adashmasam soskada bersa ham bo'lsa kerak mana shu ikkovi. Shu ikkovi ham bor. Bu qachon o'zini alohida ayollarni qaranglar baquvvatligi. Mana ko'psizlar. Ko'psizlar qaranglar. Chotki. Zo'r ko'z tegmas. Qaranglar. Ideta yoshi bitta eng kattasi shu 5 oylik. Qolganini 3,5 oylikdan olaverasizlar. Ikkita xunajin bilan bitta novoscha.
O, buni ham ostilar mana. Mana so'zgachalar. Tutaylar zo'r. Ko'rsatmayman hammasini. Tutaylari, yeb ichishi, zoti tiniq. Uzoq cho'zmasdan narxini aytay. To'rov bitta joyga 124 millionga xayri bor o'tib beramiz. Shu to'rov bitta joyga olganga, shu bitta xonajin, ya'ni novoscha, bu xonajin, bu xonajin. Shu to'rovni bitta joyga olaman, bir qo'lga olaman deganga 124 millionga o'tib beramiz. Ma'lumot uchun mana shuni o'zini, mana shu xonajin. Haqiqatda qiziqtiradi, chiroyli narsa 32 million qilishdi berilmadi. 32 millionga berilmadi. Fermasi aniq, tiniq, yaxshi narsa, haqiqatda kuchli, chiroyli 32 millionga bermadi. Lekin to'lovni bitta joyga olganiga 124 millionga xayri bor. 124 million kelishamiz, xudo xolasa. Ammo shu bitta joyga olib, ashuni vosli o'zidan zotini olsa bo'laveradi. Chunki bir-biriga qandoshlik jihati yo'q bular. Bemalol qo'shib katta qilib zot olib yursa bo'laveradi. Endi qolganlarini aytadigan bo'lsak, bu gibrid. Enasi toza semental, mana orqa korobkalari. Ular hali sut emadi. Bu ham mana bir oylik, 1,5 oylik atrofida novoscha, bu ham sut emadi. 2,5 oylik, bu ham novoscha, bu ham sut emadi. Hop, keyin mana sigirimizni bolasi, mana shu sigirni bolasi. Tuzda yalab, tumshug'ini qaraydi, qip-qizil bo'ldi. Mana sigirimizni bolasi. Sigirimiz birinchi tug'ish, endi tish buzgan. Bo'yi 1.50, bo'yi nihoyatda baland. Qoch. Mana shu novoscha. Bolasi salkam chiroyli bo'lib qoldi. Mana shu bolasi. Mana shu bolasi. Ikkovi ham sut emadi, mana shu ikkovi. Yo gibrid emadi, keyin bu oq tarqasida emadi. Ular 8 ta bo'zoq bor. Agar 8 tani bitta qo'raga bittasi olaman, bitta joyga olaman deganga 245 million kami bor. 245 millionga kamini qilib beramiz. Bir sidiraga hammasini. Bir sidiraga olaman hammasini bitta qo'lda. Shunday bo'shadimi, 4 ta sutdan chiqib ketgan bo'lsa, 4 tasini sutda boqib olaman. Suxoy sut beramanmi yo sigirim bormi, sigirdagiga qo'sham farqi yo'q. Xohlasanang so'skada, xohlasanang sigirda. Mana 8 tamon. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7, 8. 245 millionga o'tib beramiz, kelishamiz. Kami bor. So'raverasizlar. Buni qaranglar, mashalloh. Mana shu ham 50 kilodan ziyod tug'ilgan. O'zimda sotib olgan sigirimni bolasi. Bolasini o'zimga qaytarib sotishdi. Mollarning zotiga bexijolat garantiyasi bor. Ichida bir dona gibridi bor, qolgan toza, zoti tiniq narsalar. Asosiy hali men uchun sotilish kerak bo'lganlar haligi sutdan chiqib ketgan. Mana shu bitta, ikkita, orqasida 3 ta, katta xonajin bilan 4 ta. To'rov bitta joyga 124 million. Agar hammasini bitta joyga olamansa 245 million kami bor. Kim qiziqsa, yoqqan bo'lsa, kelib ko'rib olaveradi. Donalabga kelishamiz. Donalabga alohida kelishamiz tanlashiga qarab. Ma'lumot uchun mana shuni o'zini 32 ga berildi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podpishka qilib turasizlar. Xudo xolasa endi sekin-sekin videolarni chiqarib turaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan faqat yaxshilikda, yaxshi kunda ko'rishni nasib qilsin.